Bo'yda bo'lsang ham qiyin-da. Onangning gullar uchaman desam ishonmadimi butun qishloq? Men uchaman! Men sizga necha marta aytdim, Araboyaga ucholmaysiz deb. O'zi uchadigan vaqtingiz ham kelib qolgan bo'lsa. Ha, jichcha shamol to'xtab qoldi-da. Qo'y yog'iga o'xshaysiz. Bitta qiz topgan mashinaga sovchilikka borib kelaylik. Yur. Kelaylik. Xo'p, sizda bir sumbul bor ekan. O'shanga eshigi shipirgani keldik. Erkak ish qiladigan ishni qilaylik. Big'illatib qolma, indamay o'tir. Sovchilikka keldik. Kuyov bola qayerda ishlaydi? Qayerda ishlashni bilmayman-ku. Bu onangni emgirdi, miyasi zo'r ishlaydi ona. Uyalma, erkak kishisan. Uy-joyi bormi? Yaqinda Xonsaroyda Ramazon tuhfasi bo'lyapti. O'shanda har bitta loyiha uchun 25% gacha chegirma bo'lyapti. Shu uydan bittasini big'illatib qo'ygan o'g'il. Maqtashmansiz, xudo, kuyov bola juda farosatli. Farosati vij qilib turadi. Endi mol sotsa aybini aytib sot deyishadi. Qizim ozgina eshitmaydi. Napas olsa bo'ldi-da, to'g'ri, Araboy aka? O'zingni bos. Chaqiring chiqani ko'raylikchi. Qizim choy olib kel. Qizim. Aytdimmi eshitmaydi deb. Bo'ldi, tog'a qiynalmay, o'zim chaqiraman. Ko'zim chiqdi. Bosmang. To'xtang. Bitta ko'rib olaylik. Ha, so'rintaydi ekan. Mishiga ketmasa qarang. Qarang.